Robbinglarga istig'for aytinglar. Albatta u ko'p gunohlarni kechiruvchi zot. Yursilis samaa alaykum midrara. Osmonlarda mayda bo'lgan yomg'irlarni tushiradi dedi. Va yumdidukum bi amwali va banin. Va sizlarga mol dunyoinglarni va farzandinglarni ko'paytiradi dedi. Yumdidukum ko'paytiradi, uzoqlashtiradi dedi. Ana dunyo xohlayapsizmi? Istig'for ayting. Farzand xohlayapsizmi? Istig'for ayting. Yomg'ir xohlayapsizmi? Istig'for ayting. Qo'yingki, nimani xohlasangiz istig'forni ko'paytiraylik. Ozgina kalima. Astagfirulloh va tubu ilayk. Astagfirulloh. Qarang. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozimiz o'qib bo'lgandan keyin darrov istig'for aytishlikka nima qildi? Buyurdi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.